Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylaridagi qarindoshlarım. Ben Abdulaziz Beştoğrak İstanbul'dan Bayrampaşa'daki tedbir şirketimizden sizlarga Allah'ınki cennet salam bo'lgan assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salam bilan birlikte bugungi bu imomlar ve sultanlar degan Facebook dersimizde Ustaz Mustafa Aslam oğlununki eseri nurg'un bolalarga tavsiya qildik. Bu kitobni setib olib o'qigan qarindoshlarimiz bo'ldi. 100 tal raqamlik basma qilib chiqargan. Hozir yerimidak bayina talab qilganlarga ibatib beramiz. Iqlim meseleleri gündem her zaman özgürüp turdu, değişiyordu. Ama imamlar ve sultanlar meselesi inşallah bu meseleni aydınlaştırılışımız gerek. Şun başka İmam Ebu Hanife'ninki siyasi fıkhisi bo'lgan bu kitap İmam Ebu Hanife yaşayan İmam Azam deymiz. Beşida Emeviler devrinde yaşayan, onun dinkin Emeviler devri tükendiğinden keyin ular Abbasiler halifelik tarafından sultanlık tarafından ağdırılgandan keyin yine bir mezgil yaşayan. Bu ders nayte tetimli halatda bir 5 bet okuş bilen yetinimiz. Çünkü bek uzun bulup kesse bazı qarindoshlarimiz ishga berib kelish jarayonida tinchlanmay qoladi ekan, bek uzun bulup kesse herib qoladi ekan, charchab qoladi ekan. Şoňa bugün 5 bet okuymiz. Diqqatinglar ekranda xuluqinglar imamlar ve sultanlarda bolsun qadirli qarindoshlar. 51. betten biraz başlayımız. Raşid halifeler bu astaydıllıkını cahilet esabiyeti yani kabile vazlıqının qaytadan baş götürüp çıkmaslığı üçün mu körsetken idi. Çünkü Resulullah ret qılgan cahiliyet esabiyeti yeni musulman bolğanlarning zihninden teqi bütünley tazalanmagan bulup bu xil esabiyet düşüncesi her qandaq bir yerde fursat tapsala düşünceden ameli hareketke aylanıp özünü körüstüdigan halatda idi. Asabiyet ularni galiti muamelelerge mubtala kılattı. Resulullah ve Raşid halife zamanında musulmanlarga jang ilan qilgan qabileler ulusçuluk yani qabilevazlık şaniga jang qilishatti. Öz devrinin qabilevaz Araplarının efsanevi dayisi Ebu Cehil idi. Çünkü Ebu Cehil'nin Resulullah'a karşı qilgan kürüşünün hal qilguç amili dinini himaye qilish qayg'usi emas, belki qabilevazlık idi. Bu haqda Bayhaqi rivayet qilgan tuvandagi naql kishini o'yga soladi. Mishada to'xtab qolgan davomini o'qiymiz. Ey Ebel Hakem, endi Allohga va Rasuliga qaytqin. Seni Allohga iman etishga taklif qilaman dedi. Ebu Cehil, ey Muhammed, ilahlarimizni tushirdigan ishdan qo'lingni tartamsan. Sen fakat yetkizgenlerinle işinişimize talep kılamsan. Ondaqda biz senin yetkizgenleringe şahit bolduk. Allah bilen qasam ki aytqanlarının haqiqatligini bilsem sana ergişettim dedi. Yani Ebu Cehil ma Allah'a işindi. Resulullah ketdi. Bu esnada Hazreti Ali çıkıp geldi. Ebu Cehil, Allah bilen qasam ki onun aytqanlarının haqiqat ekanligini bilaman. Lekin manga tusalgı bo'lgan bir ish bor. Qusay o'g'illari hijoba, ya'ni Kabe yupqi bizda. Siqoya, hojilarni suv bilan ta'minlash bizda. Liva, bayroq bizda deyishidi. Bularni qabul qilamiz. Ular yegizib ishkizgan bo'lsa bizmi qildik. Ular nima ish qilsa biz texmi oshirib qilishga tirishdik. Bu qatim ular Resul mu bizden çıktı devatıdı. Mana bununla çidiyalmayman dedi.
Qabilavoz Abu Jahilning nasabbozligiga tayangan düşmanligi onunğa ebedi azapdan başqa bir narsa elib kelolmadi. Rasulullah insanlar bilan xalqning arasida yamırgan bu tuyg'uni shiddat bilan la'natladi. Qarshi turdi va yo'qotishga tirishdi. Rashid xalifalarmi onunğa varislik qildi. Arablar arasidagi asabiyat tuyg'usining ularni qandoq holatga tushirib qo'yganligini Tabari mundaq naql qiladi. Talha an-Namri ismli birisining Musaylima bilan elib borgan dialogi mundaq. Sen Musaylimimi? Shundaq. Seni kim emetdi? Rahman. Yo'ruqlikda keldingmi, qarong'ulikdami? Qarong'ulikda. Adam Musaylimaning yuziga qarab turib mundaq dedi. Men shahodat aytamanki, sen yolg'onchisan va Muhammad haqdir. Lekin bizga Rabi'a qabilesining yolg'onchisi Mudar qabilesining sodiqlaridan texmo suyumlikdir. Bu 11. Dipnot bakayım bir yerde izahat. Yani Tabari tarix 286 adaptu. Ademning Resulullahning rast elçi ekanligini itiraf qilgan turib, qabilabozlik qilib Musaylim bilan birlikda islom qo'shiniga qarshi urush qilib, Musaylim bilan birga o'lishi kishini hayron qoldirdi. Hazreti Abu Bakrning xalifaligi mezgilida kulga aylangan bu xil tuyg'ularning ba'zilar tarafidan puvlanib, ushqunga aylantirish maqsadida Hazreti Aliga xalifalikni zo'rlik bilan elishga kuch kiritgan vaqtda o sizlarning bu harakatinglar islomga va musulmonlarga talofat elib keladi deb taklifni rad qilgan. 12. izohatgan bu Tabari tarix 330 debdi. Balkim 5-tom bo'lishi kerak. Aldınqı iki xalifa bu meseleге şundaq astoydillik bilan muomala qildi ki, qabilesi ve ailesinden hech kimga huquq tutqizmadi. Hazreti Ömer özüdün keyin xalifa bo'lish ehtimoli bo'lganlarni yeniga chaqirib, ularga o'zi mansub bo'lgan qabila a'zolariga imtiyozli muomala bo'lmasligi haqida nasihat qilgan edi. Bir qatim Hazreti Ömer sakratlik vaqtida özüdün keyin Resulullah çekilgen asabiyetning qaytadan baş götürüp çıkışıdan ensirab Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Sa'ad bin Abi Waqqas'ni çağırıp her biriga mundaq vasiyet kıldı. Ey Ali, eğer insanlığa yetekçi buluş mesuliyeti senin zimmenge artılsa, Beni Haşimi öz qabilangdaki kişilerini insanlığa mesul kılıp koyuştun hazar eyle. Ey Osman, eğer avamni sen başkurulgan bulup kalsan, Ebu Muayt oğullarını insanlığa mesul kılıp koyuştun üzerine tartqın. Ey Sa'd, eğer başkuruşni sen kulunga alsan, tuqqanlarını insanların beşiga başlık kılıp koyuştun hazar eyle. Qani turunglar ve maslahat qilinglar. Andın mas'uliyatinglarni ado qilinglar. Kishilarga namozni Suhayb o'qib bersin. Yani bir yerde 13. dipnot yani izahatta Tabari tarix 4. tom 192. bet degan gap bo'lishi mumkin. Aşağıdan aptı. Bu mesele hakkındaki to'g'ri bo'lgan endişe ve jiroqni ko'rarlikini aks ettirdigan tuvandagi rivoyat keyingi voqealarning tushunishlik bo'lish uchun foydali bo'lishi mumkin. Hazreti Ömer, Abdullah bin Abbas ve Hazreti Osman yenida bo'lgan bir kuni mundaq degan edi. Eğer mendin keyin qaysi biringlar o'rnimga kelsanglar, qattiq diqqat qilinglar. Bani Muayti, Umayya o'g'illari tirnaqshida ve qabila a'zolarini xalqqa hukmdor qilmanglar. Bular bir qatim xalqqa idora qilguvchi bo'ldimi, Allohga qarshi itoatsizlik yo'liga menishi mumkin. Qasam qilamanki,
men buni aytmasam Osman mushundaq qilib selishi mumkin. Osman mushundaq qilib salsalar bular xalab xalamay gunoh yo'lini tutudi. Xalqmi qo'zg'iludi va Osmanning o'limiga sabab bo'ludi. Bu 14-izohatgan İbnül Abdül Berri'nin El-İstiab namlıq əsərində nəql qılınğan bu rivayət və bunun başqa variantlarıdır. Hazreti Ömer'nin xalifelik maqamı haqqında Umayya oğullarına qarşı ehtiyatçılıq bilan muamele qılınğanlığını görüb alğılı buludu. Bu noktada bu şəxs, yəni Hazreti Ömer'nin ehtiyatçılıq bilan muamele qılğan qabiləyə mənsub Muaviye bin Abi Sufyan'ni Şam valiliği təyinlişi kişinin diqqətini tartıdı. Şundaqdımı? Bu yerde Hazreti Ömer'nin valileri üstündeki qattiq təftişini əsletib ötüşke doğru keldi. Hazreti Ali'nin bir vesile bilen Hazreti Osman'a aytqanidek Ömer'nin quli Muaviye Ömer'den qoqqandek qorqmaydı. Resulullah'ın o sözletküzgenlerden diginidek Hazreti Ömer'nin Irak'ını körürmenlikiga hayranı has bolmaslık ilkimizde emas. Yani Resulullah'ın o sözletküzülgenlerden diginidek Hazreti Ömer'nin Irak'ını körürmenlikiga hayranı has bolmaslık ilkimizde emas. Hazreti Osman'ın halife buluşu bilen vaqala başqacha bir yo'lga kirib qoldi. Hazreti Osman yaqin tuqqanlarini muhim o'rinlarda huquq tutquzishga boshlaganda aldınqı iki xalifenin bu cihetdeki muamelesi bilen özünün tutkan yolu arasındaki farkını mundaq izahlagan idi. Ebu Bekir ve Ömer Beytülmal hakkında hem özlerini hem de tuqqanlarını kıyınçılıkta koydu. Ama ben sile-i rahimni tallayman. 15. izahatken İbnül Asir El-Kamil 3. tom 48-49. bet İbn Sa'd Tabakat 3. tom 64. bet. Sile-i rahim to'g'risida to'limi astoydil muomala qilgan Hazreti Osman xalifa bo'lgandan keyin oldingi ikki xalifaning siyosatining aksicha yaqinlarini yeniga tortdi. Masalan, Marwan bin Hakamga Afrikadan kelgan g'animat mollarining xumusi, ya'ni 5dan 1 bo'lgan 500 ming dinarni hadiya qilgan edi. Hazreti Osman'ın onundan burunmu Afrikadan kelgan tuncu xumusini İbn Abi Sarhqa bergenlikini danlıq tarixçi İbn Cerir naql qiladi. Hazreti Osman bu sebeptilla sahabelerinin narazılığını qo'zg'amagan edi. Lekin yaqinlarini davlatning yuqori darajalik aparatlarga tayinlishi sahabelar arasida narazılıqning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan edi. Sa'd bin Abi Waqqasni Kufa valiliğini elib tashlab, o'rniga ani bir qarindishi bo'lgan Uqba bin Abi Muaytni, onundan keyin boshqa bir tuqqani bo'lgan Sa'd bin Asni vali qilgan edi. Buningdan boshqa Abu Musa al-Ash'arini Basra valiliğidan elib tashlab, balkim Basra bo'lsa kerak, onun o'rniga ani bir qarindishi bo'lgan Abdullah bin Amirni vali qilib tayinladi. Misr valiligiga Hazreti Amir bin As'ning o'rniga o'zining sut qarindishi bo'lgan Ibn Abi Sarhni vali qilib avatdi. Hazreti Ömer davrida faqat Sham viloyati Muaviyaga qaraydi. Hazreti Osman onun huquq doirasini kengaytib, Humus, Falastin, Yordaniya ve Livanlarını onunla verdi. Bu tayinlashlar xalqning nazarida salbiy ta'sir paydo qilgan edi. Faqat xalqlar emas, sahabelarning mo'tabarlarimi ko'ngil g'ashliklarini fursat topsalar tilga olib turadi. Kufa valiliği tayinlangan Valid bin Uqba ve sabiq vali Sa'd bin Abi Waqqas o'rtasida bo'lib o'tgan tuvandagi dialog Tulaqa bilan Sabiqun o'rtasidagi siyosat falsafasining ne kadar farqli ekanligini ko'rsatish jihatdan muhim ahamiyatga ega. Bizdan keyin bu mamlakatni sen texmi obdan idora qilamsan? Acaba sen
bizden texmo akıllık ve texmo bilimlikmi? Ya ki biz sendimi bekra qarıqusak ya ki ahmaq insanlarmı? Ey Ebu İshak, Sa'd bin Ebu Vakkas deydi. Endişe kılma. Bu bir saltanatdır. Ettigini bu saltanatning ta'mini başka biri tetiydi, akşamda başka biri. Sizlarga bu saltanatning ta'mini tetitqanning kim ekanligini bilimiz. Mazkur yani bu 16. izohatgan İbnül Abdül Berri El-İstiab 3. tom 596. bettin e'longan ekan. Mazkur manbada bu tür norozilik qilganlarning bek ko'p ekanligi İbn Mesudning shulardan biri ekanligini bayon qiladi. Bu norozilikning tagida yotgan asosli sabab Hazreti Osmanning tuqqanlarini hokimiyat beshiga keltirishila bo'lishi natayin. Buning o'zida uncha ko'p insonlarning qo'zg'alib ketishini izohlab berolmaydi. Bizningcha asli sabab idoriy organlarda huquq tutgan bu kishilarning sahoba va xalqning nazaridagi ahvoli va sodir qilgan xatoliklari edi. Bu masalaning texmi yaxshi tushunishlik bo'lish uchun bu ismlardan bir qanchasining tarjimalini qisqacha tunishtirib o'tishimizga to'g'ri keladi. Hazrati Osman davrida davlatning muhim o'rinlaridagi idoriy ishlarga mas'ul bo'lgan Umayya jamoatiga tabi kishilarning ko'pinchisi tulaqalardan edi. Tulaqa oxirigacha Rasululloh va sahobalar bilan tirkishib, Makka fathidan keyin kechirim qilish talablari Rasululloh tarafidan qabul qilingan va uningdan keyin islomga taslim bo'lgan kishilarga berilgan ism edi. Tulaqa deyilganda Bani Umayyaning oldingi qatorlik kishilaridan Muaviya, Sa'd bin Sarh, Valid bin Uqba, Marwan bin Hakamlar eng boshda esimizga keladi. Tulaqadan bo'lib qolishning o'zila ayiblash uchun yetarli sabab emas. Asli masala na ularning xalifining yaqin tuqqanlardan bo'lishlari, na tulaqadan bo'lishi edi. Rasulullohning bir qo'lliq tarbiyasini o'tgan kiramlik sahobalar albatta insonlarni tulaqa bo'lganliklari uchunla yeklimigidek darajada pishib yetilgan kishilar edi. Yana kelib Sa'd bin Abi Waqqas, Hazreti Aisha, Hazreti Talha, Hazreti Zubayr bin Avvam, Hazreti Ali, Hazreti Abdullah bin Mas'udga o'xshash tanlangan sahobalarning mana shundoq oddiy bir sababdilla Hazreti Osmanni tanqidlash va uningdan og'rinishdek tuyg'ularga kelib qolishini tasavvur qilish mumkin emas. Bu mo'tabar sahobalarga mundaq bir narsani nisbat qilish hargizmi to'g'ri bo'lmaydi. Asli sabab sabiqun, ya'ni Badr ahlidan bo'lgan va Rasulullohning ko'zi oldida yetishib, uning tarbiyasini o'tgan insonlar turgan yerda tulaqalarning davlatning eng yuqori darajalik idora organlarida vazifaga qo'yilishi bo'lib, bularmi har so'z harakatlarida o'zlarini u maqomga keltirguchilarni o'ng'aysiz holga tushirib qo'ygan edi. Biz bulardan 3 kishiga ko'z yugurtib chiqayli. Qadrli qarindoshlar, necha minut bo'libdi? 18 minut bo'libdi, 20 minutda tugatili. Bu 3 kishining ismini deb aytay. Birincisi Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarh, ikincisi Marwan bin Hakam, üçüncüsü Valid bin Uqba bin Abi Muayt. Şu 3 kişini kiler qatim birlikte ügünüp, onundan keyin bu yerdagi masalalar to'g'riliq qadrli qarindoshlar ba'zi bir ko'z qarashlarga, ba'zi bir saboqlarga ega bo'lamiz. Bugungi imomlar va sultonlardan xalifilik ve saltanat degan bölümün ikinci bölümünü mişerde tamamlaymiz. Allah egem hammalarninki mushu vaqti ve bununki vaqti bu dunyolikni ve o dunyolikni ikki olamlikini baxit saodatlarga to'ldirsin. Qadrli qarindoshlar, Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Tunigan biz bu Erkin Sıdık akimizningki G'oliblarning xarakteri ve savaqlari degan 5. qism kitobidan
psixologik urush haqida umumiy tushuncha degan mazmunni o'rganib o'tgan. İnşallah ete yani şu vaqtda belki bu vaqtdan burunroq bo'lishi mumkin. Psixologik urushninki hozirgi variantlari to'g'risida yana bir mazmunni so'zlaymiz. O biraz ko'proqkam 20 bet keladi ekan. İnşallah ete şu dersde Facebook sim dersimizde birlikte buluşqa nisb qilsin. Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.